Assalomu alaykum obunachilar. YouTube uchun anchadan beri video qilmadik. Bu yil 120 kunliklarning vaqti sekin-sekin o'tib bormoqda. Keyingi ekimga ekiladigan va hozir ham eksiyalar juda ham zo'r effekt beradigan Xitoy urug'larimiz kelgan. Buni bug'doydan keyin, g'alladan keyin eksa ham bo'ladi. 958 donga hammaga mashhur bo'lgan urug'imizga kelgan, original kalibrovkalari juda ham go'zal. Pochkasida 5 kilo bo'ladigan urug'dan kelgan. Va donga, stressga chidamli, suv kamroq bo'lgan joyga chidamli urug'dan ham Xitoydan olib kelib qo'yganmiz. Juda ham zo'r o'zini ko'rsatkichi. Urug' mana bu holatda bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Bular haqida ma'lumot kerak bo'lsa, hammasini Telegram kanalimizda tushuncha berib o'tamiz. Va yana eng muhimi, hozirda aktual bo'layotgani 46 degan navi, bo'yi 5 metrgacha rekord daraja baland bo'ladigan gibridimiz silos uchun. Ko'rishingiz mumkin. Hosildorligini yo'lda keltirib o'tilgan. Mana 97 tonnadan 120 tonnagacha hosildorlikka ega urug'ini ko'rishingiz mumkin. Kalibrovkasi o'ta go'zal. Sveji 2026-2025 urug'lar hammasi yangi urug'lar. Xudo xolasa chiqishi umidchanligi 100%. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, yana yo'lda yangi urug'larimiz kelyapti. 70-90 kunlik urug'larimiz ham kelyapti. Va yana Mais degan urug'imiz ham bor. Bu endi Victoria degan navini hamma taniydi. Kalibrovkasi buni ham o'ta go'zal. Qopida 30 kilo bo'ladi, 80 ming dona 1 gektarga yetadi. 90 kunlik makkajo'xori urug'larimiz. Bular ham уже sinalgan, ishonchli, kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, video tagidagi raqamlarga murojaat qilib, tez ulgurib olib olinglar. Urug'larimiz hammasi yangi kelgan.